Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chorodor akalarimiz, yem ol sotish bilan shug'ullanuvchi hoji akalar mana bugun inshaalloh Xo'jaobodga olib kelganmiz kunjaralarimizni. Nazirjon aka mehmonasiga. Ko'rishingiz mumkin. Nazirjon aka, assalomu alaykum. Aka, necha yildan beri yem ol sotish bilan shug'ullanasiz aka? Xudo xolasa yaqinda 10 yil bo'lib qoladi. Alloh alaykum, adres bersin. Aka, mana siloslari bo'lyapti. O'qtimda akamlar doim o'zi yam olar ekansizlar aka. Ha, olamiz. Juda katta ob'yemni sotadi. Xo'jaobod bo'yicha dastlabkiga beraveradi. Nomerlarni hozir qo'yamiz. Zakazlarni tushuntiring aka bitta. Xudo xolasa Xo'jaoboddan Yangichek Buloqboshga qarab ketishda Yangichek degan joydamiz. Inshaalloh akam kelaverasizlar. Ko'p narsa arzon, ob'yemda, kunjaraniki ob'yemda oladi. Mana har xil turli tuman qilib qo'ygan. Ahli juda manfaatli, akamizga ko'p narsa arzon. Eng qizig'i narigi betda yana bitta akamiz do'koni bor. Albatta raqobat bo'lgani yaxshi. Ko'p narsa sifat borasida ham, narx borasida ham. Inshaalloh akam bilan Faqat keladilar uchun manfaat bo'ladi. maşallah. Akamga aloqaga chiqaverasizlar. Eng qizig'i nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Kunjaralar ma'qul bo'lyapti, biz olib berayotgan kunjaralar. Klientlarga ham ma'qul kelyapti. Sifatlari o'ta ham chiroyli. Qo'shimcha mahsulotlar yo'q, toza pokiza. Klientlarimiz ham manfaat topishyapti. Alloh barakat bersin aka. Salomat bo'lasizlar. Ha.